Siz yangiliklar bilan tanishyapsiz. Navoiy shahrida ayol qadriyatlari davomchisi mavzusida marosim va urf-odatlar tanlovining viloyat bosqichi o'tkazildi. Hozir shu haqida. Navoiy viloyati Oila va xotin-qizlar boshqarmasi va tegishli tashkilotlar hamkorligida tashkil etilgan tadbirda boshqarma boshlig'i, viloyat hokimining o'rinbosari Malika Mamadiyorova so'zga chiqib, bugungi kunda milliy qadriyatlarni yosh avlodga singdirishda xotin-qizlar o'rni va rolini oshirish, amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyati to'g'risida to'xtalib o'tib, barcha ishtirokchilarga omad tiladi. Bugungi kunda jamiyatimizni ayollarning o'rni beqiyos. Oilada ham alohida o'rni bor. Qolaversa, qadriyatlarning davomchisi sifatida bugungi ayol qadriyatlar davomchisi tanlovida Qiziltepa tumani nomidan Vang'ozi barchinlari komandamiz guruhimiz bilan bugun g'oliblikni tumanda qo'lga kiritib, viloyat bosqichiga ishtirok etish uchun kelganmiz. Inshaalloh, Xudo xohlasa, o'zimiz ham yaxshi ayollarga bo'lgan xos sifatlarni, urf-odatlarni, qadriyatlarimizni bardavomligini ta'minlashda o'z hissamizni qo'shib farzandlarimizni, yosh avlodni komil, barkamol qilib tarbiyalashda o'z hissasini qo'shayotgan ayol ustoz sifatida, ayol shifokor, ayol olima, qolaversa ayol jamiyatdagi eng asosiy tayanch nuqta ekanligini yana bir karra isbotlashga bor kuchimiz bilan, salohiyatimiz bilan harakat qilamiz. Tanlovda shahar tuman bosqichida g'olib bo'lgan 11 ta jamoa 3 ta shart asosida bellashishdi. Jumladan birinchi shart vatanga muhabbat eng muqaddas tuyg'u, ikkinchi shart onalar millat tarbiyachisi, uchinchi shart esa milliy marosim, urf-odat va bolalar milliy o'yinlari taqdimotidan iborat. Bu tanlovlarning o'tkazishdan maqsad yurtimiz bo'ylab mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar natijasida qadriyatlarimizga bo'lgan ishonch, qadriyatlarimizni ulug'lash, nomoddiy madaniy merosimizga bo'lgan e'tibor, ularni yuksaltirish borasida ana shunday yoshlarimizni, o'g'il-qizlarimizni vatanga muhabbat, sadoqat, mehr-oqibat, saxovat, o'zbek xalqiga xos bo'lgan bir yuksak xislatlarni shakllantirish borasida qaratilgan tadbirlardan biri deb hisoblaymiz. Har bir sohani o'ziga xos islohotlarni yangi O'zbekistonimiz taraqqiyotida yanada rivojlanib bormayapti. Aynan xotin-qizlarimizga berilgan imkoniyat boshqa bir davlatlardan ko'ra nihoyatda o'ta farqli qiladigan darajada. Chunki xotin-qizlarimizdagi e'tibor, ularni har bir xatti-harakatdan ulug'lash, ularni mehr-muhabbat bilan e'zozlash borasidagi farmon, qarorlar ham hukumatimiz tomonidan xotin-qizlardagi e'tiborga qaratilgan namunasidir. Chunki ularga beriladigan imtiyozlar, ta'lim olish uchun, bola parvarishi uchun va ularga xo'sh sharoitlar yaratib berish, xususiy o'sha maktabgacha ta'lim muassasalarining ko'paytirilishi, olima ayollarimiz soni sifatini oshirish borasida qiladigan imkoniyatlar, ularga to'lov shartnomalarini to'lab berilishi va xotin-qizlarni har bir qiladigan ishlarini yutug'i samarasi qo'llab-quvvatlanganligi yorqin ifodasi bugungi kun islohotlardan biri deb bilamiz. Yakuniy natijalarga ko'ra faxrli birinchi o'rin Qiziltepa tumanining Vang'ozi barchinlari jamoasiga nasib etib, respublika bosqichiga yo'llanma olishdi. Ikkinchi o'rinni Navoiy shahrining Muqaddas ayol jamoasi, uchinchi o'rinni esa Kanimeh tumanining To'maris ayollar jamoasi qo'lga kiritdi. G'olib va faol ishtirokchilarga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi.